Yujniy va Severniy Koreyani chegarasiga ketyapmiz. 7 kilometr bu yoqdan Severniy Koreyani tomosha qilsa bo'lar ekan. Ma'lumot uchun biz hamma biladigan rivojlangan Yujniy Koreyada yashaymiz. Ya'ni Janubiy Koreyada. Shimoliy Koreya bo'lsa, internetlarda bilasizlar juda yaxshi xabarlar bilan tanilmagan. To'g'risini aytsam, internetdagi Shimoliy Koreya haqida videolarni ko'rib, qayta O'zbekiston fuqarosiligimdan, O'zbekistonda davlatda tug'ilib o'sganimga shukr qilganman. Chegaraga oldin bormaganmiz, qanaqa bo'ladi, nimalar bo'ladi, anig'ini bilmayman, hammasini birgalikda ko'ramiz. Videoni boshida ancha emotsiyaga berilib gapirganman. Sababi Erjon menga to'liq ma'lumot bermagandilar. Borganda ko'rdim va bildimki, u joylar umuman tasavvur qilganday emas ekan. Va 7 kilometr masofani yaqin deb o'ylaganman shekilli. Ozgincha qo'rquv va hayajon bor edi. Aksincha, o'zini tarixiga ega chiroyli turistik joy ekan. Video davomida tarixi haqida qisqacha aytib beraman. Hozir sizlar ko'rib turgan joy bo'lsa, umuman boshqa manzilda joylashgan. Chap tomoni janubiy, o'ng tomoni Shimoliy Koreyaga tegishli bo'lib, ikki davlat harbiylari o'rtadagi binoni naqd o'rtasigacha o'tishi mumkin. Bu yerga ham keyinchalik boramiz va Shimoliy Koreya fuqarolarini ko'rishimiz mumkin ekan. Hozirgi turgan manzilimizda bo'lsa, faqatgina uzoqdagi soyadek ko'rinib turgan tog'lar Shimoliy Koreyaga tegishli ekan. Tog'ni faqatgina soyasini ko'rgandan keyin qanchalik soddaligimni tushunib yetdim. 7 kilometrni shunaqa yaqin tasavvur qilibmanki, Shimoliy Koreyadan kimnidir ko'rib qolishimiz mumkin. Hattoki birorta uyni ham desalar, chippa-chip ishonibman. Bundan ham ajoyibi, mana shu soyaga o'xshab ko'rinadigan tog'ni turbin orqali ko'rish uchun faqat koreyslar emas, turistlar ham kelar ekan. Endi bu manzilni tarixiga kelsak, Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi urush tugab, sulh imzolangandan keyin Shimoliy Koreyadan kelgan odamlar qaytib keta olmagani uchun xuddiki ko'chmanchi qabila degandek nom berishgan ekan. Aynan o'sha insonlar uchun yashash maskanidek qurilgan ekan. Videoni aniqroq ma'lumotlar bilan original holatda YouTube kanalimga joylaganman. Qiziqarli bo'lsa o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.